Boshi ochiq ayollar, ya'ni bugungi kunda ajrashgan, turmush o'rtog'i vafot etgan yoki umuman turmushga chiqmoqchi bo'lgan ayollar har qanday taklifga rad bermang. Nima bo'lsa ham eng muhimi shu xatoni qilmang. Erkak kishi hayotiga kirib kelishda ko'pchiligimiz aslida ichimizda juda yopiq bo'lamizda. Odamlar nima deydi, qizim nima deydi, endi falon nima deydi, bu nima deydi deymizda, ana shu nima deydilar bizga yangi inson bilan tanishish, qayergadir o'sha kimdir bilan kafeda o'tirishda ham o'zini bemalol his qilishga bermaydi. Go'yoki biz kimgadir xiyonat qilayotgan deymiz. Давайте, просто чай попить, просто bitta kofega chiqish. Sizdan hech narsa ketmaydi. Вот реально, fikringiz sразу o'zgaradi. O'sha odam bilan bitta o'tirib choy ichganda, kofe ichganda, gaplashganda sразу o'sha odam haqida qandaydir fikringiz yoki aniq bir tushunchangiz bir shakllanadi. Поэтому qadimiz chiroyli отношенияларga, ayol bo'lishga, jozibali bo'lishga, sevishga o'zimizga deymiz, rad etmaymiz o'zimizni va ustanovkalar, mana bugungacha hayotingizda nimaki bo'lsa, qanaqa erkak uchragan bo'lsa, yomon tajriba bo'lgan bo'lsa, biz unga rahmat aytamiz. Bizni ayolligimizni his qildirgani uchun, bizni yana ham o'zimizni qadrlashni o'rgatgani uchun, bizga o'zimizni sevishni o'rgatgani uchun biz bunday odamdan minnatdor bo'lamiz.